eshitganda, eshitilganda, o'qilganda sallallohu alayhi va sallam deb duo qilish har bir mo'min musulmon uchun Muhammad alayhissalatu vassalomning ummati bo'lgan shaxslar uchun ilohiy farmon bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasida siz bilan biz mo'min musulmon bandalarni mana shunga buyurgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Albatta Alloh va u zotning farishtalari nabiyga salovat ayturlar.